Yaxshi dam oldinglarmi? Yaxshi, rahmat. Mana dadajon choy. Rahmat. Oyijon, choy. Ichmayman. Bu narsa qilib beraymi? Shart emas. Qornim to'q. Menga tuxum qovurib bering. O'zim qovuraman. Hozir tuxumni ham rasvo qilib qovuradi. Keyin yegisi kelmay qoladi shuni ham. Kelin, siz o'tiring, choyingizni iching. Tuxumni oyingiz o'zi qovuradi. Men kiyinib chiqa qolaman bo'lmasam. Mayli, tayyorgarligingizni ko'ring. Menga qara. Ne unaqa qilyapsan? Kelinga yaxshi gapirsang bo'lmaydimi? Shu qizni o'zim yaxshi ko'rib kelin qilgandim. Endi afsuslanyapman. Sekin-sekin asl basharasi ochilyapti. Juda ham pismiq qiz ekan. Qo'ysenchi. Birovni bolasi bo'lsa, men uni otasiga va'da berib olib kelganman. Yaxshi gapir, yo'lga sol. Men o'rgatishim kerak shularni. Shu qizni ko'rsam asabim buzilyapti. Siz tarbiyalang. Tarbiyalashga ustasiz-ku. Senga gapirganning foydasi yo'q baribir. Tezroq bo'lgin. Etilgan joy shu bo'lsa kerak. Qani bir kirib ko'raychi. Xo'jayin. Oho. Kelyapsizmi? Aferin, gap yo'q, gap yo'q. Banu, gap yo'q. Oling. Rahmat. Qani? Aha.